Tasavvur qiling, hayit tongi. Tashqarida engil tuman yerga yaqin osilib turibdi, go'yo butun hovli nimanidir yashirmoqchi bo'lgandek. Maysalarda shabnam tomchilari mayin quyosh nuri bilan yaltiraydi, har bir tomchi kichkina oynadek atrofni aks ettiradi. Havo sovuq emas, lekin unda qandaydir galati sokinlik bor, bayram kuniga xos bo'lmagan ogirlik. Darvoza ortida esa shovqin bor. Mening erim Ahsanning qarindoshlari yigilgan. Taxminan 12 kishi, uning onasi, opa-singillari, ularning bolalari, kimdir qo'lida katta tort ko'tarib turibdi, kimdir rangli paketlar, yana kimdir issiq non va shirinliklar olib kelgan. Bolalar esa sabrsiz, ular yugurib yurishibdi, kulishmoqda, ba'zan darvozaga yaqin kelib ichkariga qarashga harakat qilishadi. Ular uchun bu oddiy holat. Har yili shunday bo'ladi. Men eshikni ochaman, hammani quchoqlab kutib olaman, oshxonada choy qaynatiladi, stol to'ldiriladi, hovli kulgu va gap-so'z bilan to'ladi. Lekin bugun eshik yopiq. Ichkarida esa men turibman. Qo'limda telefon bor, u jim. Ekranda o'nlab qo'ng'iroqlar o'tkazib yuborilgan. Ahsanning ismi yana va yana paydo bo'lgan. Men esa javob bermayapman. Tashqaridan uning ovozi eshitiladi. Eshikni och. Nima bo'lyapti o'zi? U yana qo'ng'iroq qiladi. Telefon qo'limda tebranadi. Men qarayman, lekin tugmani bosmayman. Ichimda qandaydir sovuqqonlik bor. Qo'rquv yo'q. Faqat qaror. Men sekin nafas olib xona ichiga qarayman. Bu uy bir paytlar men uchun shunchaki joy emas edi. Bu yer mening o'tmishim, xotiralarim, o'g'riqlarim va tiklanishim edi. Bu uy menga onamdan qolgan. U vafot etganida men bu joyni meros qilib oldim. O'shanda bu yer tashlandiq edi. Devorlari yorilgan, yog'ochlari chirigan, bog'i esa begona otlarga to'lib ketgan. Hammasi qarovsiz, sokin va biroz qo'rqinchli edi. Men uzoq vaqt bu yerga kelolmadim. Har bir burchak onamni eslatardi. Eshik yonida uning eski paltosi hali ham osilib turardi. Veranda ostida rezina etiklari chang bosib yotardi. Oshxona javonining ichida esa uning qo'li bilan yozilgan kichkina qog'oz bor edi. Unda bodring navlari yozilgan edi. Ehtimol u yana ekishni rejalashtirgandi. Bu narsalar meni sindirardi. Lekin bir kuni men keldim va qolishga qaror qildim. Butun yozni shu yerda o'tkazdim. Men go'zallik haqida o'ylamadim. Faqat ishladim. Qo'llarim bilan, kuchim bilan. Fikrlarimdan qochish uchun. Men eski taxtalarni almashtirdim. Devorlarni bo'yadim. Bog'ni tozaladim. Qulupnay ekdim. Derazalarga yangi oynalar qo'ydim. Sekin-sekin bu uy o'zgara boshladi. Va men ham. Kuzga kelib bu joy endi qo'rqinchli emas edi. Bu joy menga tinchlik bera boshladi. Keyingi yil men yana ko'p ish qildim. Polni almashtirdim, elektr tizimini yangiladim, issiq suv o'rnatdim. Hattoki hovliga chiroyli o'rindiq yasattirdim, bobomning eski naqshlari bilan. Men bu joyni yaratdim. Uni jonlantirdim. Va shu sababli bu uy faqat menikidir. Ahsan mening hayotimga keyin kirib keldi. U ham boshida boshqacha edi. Biz do'stlar orqali tanishdik. U odamlarni diqqat bilan tinglaydigan, muloyim, aqlli erkak edi. U bilan gaplashganda o'zingni muhim his qilarding. Men o'sha paytda yolg'izlikdan chiqqan edim. Hech narsani izlamayotgandim. Balki shu sababli ehtiyot bo'lmadim. Bizning munosabatimiz tez rivojlandi. U bu uyga kelganida hammasi allaqachon tayyor edi. U kelib qarab qolishga qaror qildi. Boshida hammasi yaxshi edi. Lekin vaqt o'tishi bilan u o'zgara boshladi. Avval u faqat maslahat berardi. Bu devorni boshqacha bo'yash mumkin. Bog'ni biroz o'zgartirish kerak. Bu uy juda katta, sen uchun ortiqcha. Keyin u qaror qila boshladi. Va oxir-oqibat u bu uyni bizniki deb atay boshladi. Har safar bu so'zni eshitsam, ichimda nimadir siqilardi. Chunki men bilardim, bu joyni men yaratganman. Bu mening joyim. Va bir kuni men haqiqatni eshitdim. U telefon orqali gaplashayotgan edi.
U oyladi, men eshitmayapman. Yana biroz kut, dedi u kim bilandir. Keyin uyni sotamiz. Yaxshi pul bo'ladi. O'sha lahzada ichimda nimadir uzildi. Hammasi tushunarli bo'ldi. Bugun esa hayit tongi. Va ular tashqarida turishibdi, hammasi odatdagidek davom etadi deb o'ylab. Lekin bu safar men boshqacha qaror qildim. Men sekin eshik tomon yurdim. Har bir qadamim aniq edi. Eshikni ochdim. Shovqin birdan ichkariga kirib keldi. Bolalar yugurib kirdi, ayollar gapira boshladi, kimdir kuldi, kimdir darhol oshxonaga qaradi. Hammasi odatdagidek. Faqat men boshqacha edim. Ahsan oldimga keldi. Telefonni nega ko'tarmading, dedi u biroz jahli chiqib. Men javob bermadim. U menga qaradi. Hammasi joyidami? Men stolga ishora qildim. Endi joyida. U sekin yurib bordi, faylni qo'liga oldi va ochdi. Bir necha soniya. Va uning yuzi o'zgardi. Bu nima, dedi u. Men xotirjam javob berdim. Bu uy endi meniki emas. Xona jim bo'lib qoldi. Kimdir nima deb pichirladi. Men davom etdim. Men uni sotmadim. Men uni boshpanasiz ayollar uchun berdim. Birdaniga shovqin ko'tarildi. Bu qanday gap? Sen jinni bo'lib qoldingmi? Bunaqa katta uyni berib yubordingmi? Lekin Ahsan jim edi. U faqat menga qarab turardi. Chunki u tushunib ulgurgan edi. Bu qaror tasodif emas edi. Bu javob edi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Hayit kuni bo'lgan o'sha keskin voqealardan keyin hamma narsa tashqi tomondan sokinlashgandek edi, lekin ichkarida hali ham ko'p narsa o'z joyiga tushib ulgurmagan edi. Men uzoq vaqt u uyga bormadim. Go'yo u yer endi menga tegishli emasligini nafaqat hujjatlar, balki yuragim ham asta-sekin qabul qilayotgan edi. Kuz allaqachon kirib kelgan edi. Daraxt barglari sariq va qizil ranglarga kirib yerga sekin tushardi. Havo salqin, lekin tiniq edi. Bir kuni men baribir o'sha joyga borishga qaror qildim. Ichimda qandaydir tortish bor edi, qo'rquv ham emas, soginch ham emas, balki yakunlanmagan bir hikoyani ko'rish istagi. Darvoza oldiga kelganimda u joyni tanimay qoldim. Oldin biroz qarovsiz ko'ringan hovli endi toza, tartibli edi. Devorlar bo'yalgan, bog'dagi o'simliklar parvarishlangan, hatto yangi gullar ekilgan edi. Eng e'tiborimni tortgan narsa esa darvoza yonidagi kichkina yozuv bo'ldi. Ayollar uchun vaqtinchalik boshpana. Men bir necha soniya o'sha yozuvga tikilib turdim. Ichimda nimadir yumshadi. Bu joy endi faqat mening xotiralarim emas edi, bu joy boshqa hayotlarga ham tegishli bo'lib ulgurgan edi. Men ichkariga kirdim. Uy ichidagi muhit butunlay boshqacha edi. Oldin bu yerda faqat jimlik hukm surardi, endi esa asta-sekin ovozlar bor edi. Kimdir oshxonada idish-tovoq yig'ishtirardi, kimdir bolasi bilan gaplashardi, uzoqdan esa kimningdir kulgisi eshitilardi. Bu ovozlar tartibsiz emas edi, ular yashashning belgisi edi. Men sekin yurib har bir xonani kuzata boshladim. Ba'zi narsalar o'zgargan, ba'zilari esa o'sha qolgan edi. Lekin eng katta farq, bu yerda hayot bor edi. Bir xonaga kirganimda u yerda bir ayol o'tirganini ko'rdim. U deraza yonida jim o'tirar, tashqariga qarab qolgan edi. Meni ko'rib biroz cho'chib tushdi. Siz bu yerda ishlaysizmi, dedi u ehtiyotkorlik bilan. Men boshimni sal qimirlatdim. Yo'q, men bu yerda oldin yashaganman. Uning ko'zlarida qiziqish paydo bo'ldi. Shunaqami, bu joy juda yaxshi. Bu yerda odam o'zini xavfsiz his qiladi. Men ichimda bir narsa qimirlaganini sezdim. Ha, dedim sekin, shunday. U ayolning ko'zlarida o'girlik bor edi. Balki u ham nimadandir qochib kelgandir. Balki u ham bir kun kelib bu yerda o'zini topgandir. Men yana bir oz yurib o'sha eski xonaga bordim, onamning narsalari qolgan xona. Eshik ochiq edi. Ichkariga kirganimda u joy o'zgarganini ko'rdim. Endi bu yer kichkina o'quv xonasiga aylantirilgan edi. Kitoblar javonlarda tartib bilan qo'yilgan, stol ustida daftarlar bor edi. Lekin deraza o'sha edi. Men unga yaqinlashdim. Tashqariga qaradim. Bog'da bir nechta ayol ishlayotgan edi. Kimdir gullarni sugorar, kimdir yer chopar, yana kimdir shunchaki o'tirib dam olar edi. Ularning har biri nimanidir boshdan kechirgan, lekin hozir ular bir joyda, bir makonda, xavfsizlikda edi. Shu payt orqamdan ovoz eshitildi. Men sizni kutgandim. Men o'girildim. Bu boshpana rahbari edi. U menga yaqinlashib muloyim tabassum bilan qaradi. Biz sizga bir narsani ko'rsatmoqchimiz, dedi u. Men biroz hayron bo'ldim, lekin bosh irgab uning ortidan bordim. U meni kichkina xonaga olib kirdi va stol ustiga bir fayl qo'ydi. Bu yaqinda topilgan hujjatlar, dedi u. Men faylni ochdim. Birinchi sahifada ism yozilgan edi. Ahsan. Yuragim bir lahza to'xtagandek bo'ldi. Men sahifalarni varaqlay boshladim. Har bir qog'oz yangi bir haqiqatni ochib berardi. Kredit shartnomalari, bank hujjatlari, qarz summalari. Bu uy allaqachon garovga qo'yilgan edi. Men asta-sekin tushuna boshladim. Ahsan bu uyni sotmoqchi bo'lgan emas, u majbur bo'lgan.
Bu nimani anglatadi, dedim men sekin. Rahbar ayol javob berdi. Agar siz bu uyni o'tkazmagan bo'lsangiz, ehtimol u bank tomonidan olib qo'yilardi. Men jim qoldim. Hamma narsa o'z joyiga tushayotgandek edi, lekin bu bilan hammasi tugamagan edi. Yana bir narsa bor, dedi u. U oxirgi sahifani ochdi. Men qaradim. Qarz yopilgan edi. To'liq. Kim to'ladi, dedim hayrat bilan. U menga qaradi. Ahson. Men o'sha joyda qotib qoldim. Ichimda nimadir o'zgardi. Bu hikoya men o'ylagandan murakkabroq edi. O'sha kuni kechqurun men uyga qaytdim. Boshimda minglab savollar bor edi. Nega u menga aytmadi? Nega yashirdi? Va eng muhimi, nega oxir-oqibat hammasini o'zi to'ladi? Javob uzoq kuttirmadi. Eshik taqilladi. Men ochdim. Ahson turardi. U avvalgidek emas edi. Yuzida charchoq, ko'zlarida esa qandaydir bo'shliq bor edi. Gaplashsak bo'ladimi, dedi u. Men chetga chiqib unga yo'l berdim. U ichkariga kirdi va jim o'tirdi. Bir necha soniya o'tdi. Men senga hammasini aytishim kerak, dedi u nihoyat. Men jim turdim. Men qarz olganman, dedi u davolanish uchun. Men unga tikildim. Qanday davolanish? U bir oz sukut saqladi. Men kasalman. Bu so'zlar havoda osilib qoldi. Jiddiy, deb qo'shib qo'ydi u, yuragim bilan muammo bor. Ichimda nimadir chokdi. Shuning uchun, dedi u, men uyni sotmoqchi edim. Lekin hammasi nazoratdan chiqib ketdi. Va sen menga aytmading, dedim men asta. Men seni yo'qotishni xohlamadim, dedi u, rahm tufayli emas, o'z xohishing bilan qolishingni istadim. Men kulmadim. Faqat qaradim. Chunki endi men boshqacha edim. Endi nima xohlaysan, dedim men. U boshini ko'tardi. Hech narsa. Faqat haqiqatni bilishingni. U o'rnidan turdi. Va balki bir kun meni kechirasan. U ketdi. Bir necha kundan keyin menga xabar keldi. U vafot etgan edi. Hech qanday katta sahna yo'q edi. Hech qanday so'nggi so'zlar yo'q edi. Faqat yakun. Men uning qabriga bordim. Havo sovuq edi. Qor yog'ayotgan edi. Men uning ismini ko'rdim. Va sekin dedim. Men seni kechirdim. Oradan oylar o'tdi. Men boshpanaga qayta boshladim. Bu safar mehmon sifatida emas. Men u yerda qolishga qaror qildim. Bir kuni yangi ayol keldi. U qo'rqib ketgan edi. Ko'zlarida yosh, yuragida og'irlik bor edi. Men uning oldiga bordim. Qo'lidan ushladim. Bu yerda sen xavfsizsan, dedim. U yiglab yubordi. Va o'sha lahzada men tushundim. Bu hikoya yo'qotish haqida emas edi. Bu qayta tugilish haqida edi.